2022 yılı 4. ayının 5. günü 20. asırdagi Sharqi Turkiston mustaqillik ko'rishining eng muhim burilish nuqtasi bo'lgan Barin inqilobining 32 yilidir. Bu munosabat bilan Turkiya, Amerika, Yevropa davlatlari va O'rta Osiyo Turkiya Cumhuriyatlarida yashaydigan Uyg'urlar har xil xotirlash faoliyatlarini o'tkazmoqda. Tunugun Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasining yeniga jam bo'lgan Uyg'urlar Barin shahidlarini xotirlash uchun duo qildi va bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirdi. Xitoyning eng chong shahri Shanxayda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababidan karantin qilish tadbirlari kengaytirilgan bo'lib, 25 million nüfusga ega shaharning umumiy nüfusini qoplagan. Yana bir tarafdan Xitoyda Omikronning yangi tarmoq tipi bayqaldi. Davlat kontrolligidagi Yer shari vaqt gazetidagi xabarlarga qaraganda, virusning bu varianti bundan burun Xitoyda yoki xalqarodagi o'zgarishchan sonliq ma'lumot omborida topilmagan. Amerika savdo vakili Katerin-Day Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida ayrilish bo'lmasdan, balki dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavdaning munosabatini qaytadan tashkillashni xohlaydiganligini bayon qildi. Tay oldin qatdan majlisda qilgan so'zida Xitoy bilan bo'lgan suhbatning bir qadar qiyin ekanligini o'tirg'a qo'ygan va Amerikaning Xitoyning raqobatiga qarshi turish amaliyoti oldida yangi qurollarga ehtiyojli ekanligini aytdi. 3. ayının 21. günü Xitoyning Kunmingdan Guangzhouga qarab uçgan 132 yo'lovchi o'tirgan Sharq aviatsiyasining navbatchi aeroplani tushib ketgan edi. Navbatda bu voqeaga munosabatlik yangi tafsilotlar o'tirg'a chiqdi. Xitoy taratqullari uchquchining o'zini o'ldirib olish uchun aeroplani tushirilganligini bayon qildi. Xitoy xalq aviatsiya idorasi e'lon qilgan bayonotda aeroplanda 123 yo'lovchi va 9 xodimni o'z ichiga olgan 132 kishining borligi xabar qilingan. Doiralar tunugun aeroplandagi kishilar hammasining qazo qilganligini jazmlashtirdi. Ukraina prezidenti Zelsinki Sin yig'ini orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashiga xitob qildi. Zelsinki Birlashgan Davlatlar Tashkilotini harakatga kelib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining 5 doimiy a'zosining biri bo'lgan Rossiyaning rad qilish huquqini elib tashlaydigan bir islohotga chaqirdi. Angliya qonunsiz ko'chmanlar va musofirlarni ularning rasmiyatlari tamomlanguncha Livandaga avatishni planlamoqda ekan. Xabar qilinishicha, bosh ministr Boris Johnson oldimizgi kunlarda qabul qilinish rasmiyatlari tamomlanguncha ko'chmanlarni Livandaga avatish haqida yangi ko'chmanlar planini e'lon qildi ekan. Olimlar Yupiterning cho'ngligining 9 hassasiga teng keladigan, lekin shakllanib bo'lmagan bir planetni bayqadi. Havay orilligi bir yanar tog'ning ustiga o'rnatilgan Subaru teleskopi va Hubble teleskopi orqali payqalgan va tadqiq qilingan bu planet markaziy yulduz bilan favqulodda oraliqda gaz to'pi shaklida aylangan.